Diqqat qiling, ob-havo O'zbekistonda keskin o'zgarish haqida hozirgina xabar keldi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonning barcha hududlarida harorat pasayadi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, kunduz 35-37 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduz 31-36 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, cho'l hududlarida ba'zi joylarda 28-30 darajagacha, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduz 35-40 daraja bo'ladi. Ba'zi joylarda 42-43 darajagacha bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduz 33-38 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. O'zgidrometning avvalgi prognozida dam olish kunlari issiq ob-havo respublika hududining katta qismida saqlanib turishi, keyingi haftada O'zbekistonning barcha hududlarida haroratning pasayishi kuzatilishi ma'lum qilingandi deyilgan xabarda.